O'zini sevgan xonimlar pirogini atigi 5 minutda qilamiz. Merengi rullet qilganimizda har gal tuxum sariq qolib ketgan o'ylayotib buni nimaga ishlatvorsa bo'lardi. Xo'sh, unda boshladik. Tuxum sarig'iga shakar solib, yaxshilab mikser qilib olamiz. Shunaqa massa bo'lishi kerak. Ketidan yumshoq sariyog' va komnatning temperaturadagi kefir, muzday solsangiz cho'kib qolishi mumkin. Shuning uchun kefirni albatta eltib olish kerak. Ketidan un va kabartmani aralashmasini solamiz. Bizda esa sinovdan o'tgan lamuslar kabartmasini ishlatamiz. Aralashtirib oldik. Shunaqa massa bo'ldi. Shishali idishimizga ozgina tagiga yog' surib, polniy massamizni qo'yib, qizigan duxovkada pishirib olamiz. Shishali idishga solish majburiy emas, oddiy listga solsangiz ham bo'ladi, faqat sal pastroq chiqadi. Keyin ustiga shunaqa rangli mevalarni qo'yib oldim, ishtaha ochish uchun. Mevalarning suvi chiqadi deb, ustiga pesochniy krushka, streyzelni sepib bordim va duxovkaga yarim soatga pishirishga qo'yib yuboramiz. Eng qiziq joyini aytaymi, maktab paytlarimda pirog qilganda hech ham o'xshamas edi, lekin o'xshamadi deb orqaga ham qaytmaganman. Balkim shu sabab konditorlikni tanlagandirman. Xo'sh, pirogga qaytamiz. Pirogimiz pishdi. Shunaqa hidi zo'r chiqdi. Yumshoq chiqadi. 3 kungacha o'zini yumshoqligini saqlab turadi. Bundan ahamiyat berayotgan bo'lsangiz, sariyog'i unaqa ko'p emas, qaymog'i yo'q, lekin tuxum sarig'ini hisobiga shunaqa yumshoq turadi. Polniy retsept esa